Assalomu alaykum barchaga. Nukus qalasida shunday burchak жұмыстарының videosini ko'rsatamiz. Samarqand burchatkisi uyning arqa tarafine basılıb жатыр. Общий объем 150 kvadrat metr yer. Atızdı polni aylandırıp adam жүретін жерлердің бәрі басылады. Кейін мына жақта азғантай пожарный ход бар, адамды қайтатын. Ол жағы да бурчатка басылады. 4 айлана бурчатка и ең жағасына бордюр қойылады. Қазір жұмысты басладық. Dostlar, Xudo qalasa объем bitdi. ...159 kvadrat объем chiqdi, 42 metr bordyur. Shunday ko'rinishda bo'ldi. Bu tarafda tualeti. Tualetin ishindagi kafillarni olib berdik. Bu отдельный kafil. Burchatkinin sveti aq reng, отдельный zakaz etilib, aq rengdan, aq sementdan quyib berilgan burchatka. Endi bu yerda lesnitsamiz, lesnitsa yo'q edi bu yerda. O'zlarimiz quyib, betonning qaptalına kafil ve üstüne burchatkinin o'zining mana lesnitsalari bor. Sulu olib qoldi, bir lesnitsa tushirdik. Shayding diagonallari bir-birine to'g'ri kelmagandan keyin qiyshiq bo'lib turmoq uchun bunday kafil bilan lenta qilib bir-biridan ob'yomda ayirdik. Общий ko'rinishi. Sulu bo'ldi. Burchatkinin bahası 60 mingdan algan ekan. Respo'dagi sexdan. Kachествоsi zo'r, yaxshi. Bemalol zakaz etsangiz bo'ladi. Bizlarning terib beru qo'laqimiz 45 mingdan bo'ldi. Ob'yomga qarab kelishtirib terib ham beramiz. Bordyurlari 20 mingdan. Lesnitsaning metri 60 mingdan. Kafilдің kvadrat metri 60 mingdan. Biroq mana sokollarni, sokolga urilgan kafillerni bizler islemedik. Ularda отдельный istedi ballar. Onu da isteydiğim ballarımız var. Baylanırsanız onlarda da top veririz.